Assalomu alaykum ahli YouTube. Yana bugun terim boshlandi. Mana mel nima deb so'raganlar uchun mana mel qanaqa ahvolga olib keldi tepasini. Teplitsani. Bu quyosh nurini o'tkazmaydi-yu, fotosintez jarayonini to'smaydi dedi. Shuning hisobiga mel yaxshi dedi. Melga bunga pora qo'shib sepdik. Ko'rgan bo'lsangiz zangor olib qoldi. Terim boshlangan. Mana bu yerda qopinglar qop ketibdi, terilmagan. Keyingi safarga tersam bo'ladi. O'zi cherizin terilyapti, o'zi yana yetib kelyapti. Endi xudo xolasa 400-500 kiloga chiqish niyatimiz bor. Massa bersa kerak bo'lar. Chunki izidan yetib kelyapti ko'chatlar. Mana ko'rgan bo'lsangiz, bunalar teriladi. Terilgandan sirasi issiqqa qolmasligi uchun xonalarga o'tkazamiz. Отдельно qorong'i xonaga qo'yilib, qorong'i xonada sartarovka bo'ladi. Issiqdan chetroq joy va salqin joylarda. Nimaga kelib issiqda qolsa, bu yo'lda ezilishi bor. Bu Toshkentga ketadi-da, 12 soat yo'l yuradi. Mana bitta xona qilganmiz. Ichilari cho'xona. Shunday qilib chekkaga olib qo'yamiz. Bu F3 navidan chiqqan ko'chatlar, bu F1. F1 navidan chiqqan ko'chatlar bu. Qanaqa qulpnaylar. Bu tarafda adbor sal ko'proq F1da. Chunki hidi ham sal boshqacha ekan. F1 baribir yirik berar ekan. Tajribada ko'rdik uni. Qimmat bo'lsa ham ko'chat o'zini qoplar ekan.